Assalomu alaykum dugonajonlarim. Yangi yillar bilan barchangizni. Hammalaringiz sog' salomat, tinch xotirjam yuribsizlarmi? Uy ichi bola chaqalar bilan. Yangi yilda barchangizga baxt, omad, sog'lik, salomatlik tilayman. Bolalaringizni baxt kamolini, huzur halovatini ko'rib, shularni soya davlatida tinch xotirjam yurishlaringizni so'rayman. Hech birimizda o'tirgan o'rnimiz yo'qolmasin dugonajonlar. Do'stim, sizga ham sog'lik, salomatlik. Mana shu barcha tilaklarim akam bilan qo'shcha qarib, bolalarni huzurini, baxt kamolini ko'rib yurishlik, nevara chevaralarni to'y tomoshasini ko'rib yurishlik nasib qilsin. Malika Dugon, siz ham cholingiz bilan qo'shcha qarib, bolalarni baxt saodatini ko'rib, tinch xotirjam, avvalo o'zingiz sog' salomat bo'lib yurishingizni so'rayman yangi yillarda. Sayyora Dugon, siz ham bolalaringizni baxt kamolini ko'rib, sog'lik, salomat, sog' salomat bo'lib, shu tinch xotirjam bo'lib, shularni soya davlatlarida soyalab yurishingizni so'rayman Allohdan. Karamat Dugon, siz ham sinfdoshim Mamadoli bilan qo'shcha qarib, bolalaringizni huzurini ko'ring, baxt kamolini ko'ring, tinch xotirjam bo'lsin. Mana shu yillarimiz omad, baxt olib kelsin. Gulnora Dugon, sizga ham sog'lik, salomatlik, oilangizga qut baraka, dasturxoningizga fayz baraka, o'zingizga sog'lik, omonlik tilayman. Malika Dugon, Gulchehra yanga sog' salomat bo'ling. Bolalaringizni baxt kamolini ko'ring, shularni yaxshi kunlarini, to'y tomoshalarini ko'ring. O'zingiz sog' salomat bo'ling. Shoda Dugon, sizga ham sog'lik, salomatlik. Uy ichi bola chaqalaringiz bilan dasturxoningizga fayz baraka bersin. Mana shu 2026-yilda sog'lik, omonlik, baxt olib kelsin. Yana kim qoldi? Erkinoy Dugon, sizga sog'lik, salomatlik 2026-yilda tinchlik, hammamizni ichimizda aktiv bo'lib yurishingizni so'rayman. Gaplar topolmay qolyapman, kelmayapti. Ko'p gaplar gapirmoqchiman, kelmayapti. Yana kim qoldi? Qizlar? Kim qoldi ekan? Malika aytdim, Sayyora Dugonimga aytdim. Sayyora ammang o'ziga aytaman-da qizim. Shu 2026-yil gashtaglarimiz davom etsin. Charchamaylik, hammamiz sog' salomat bo'laylik. Hammaga shu tilaklarim, barchani dasturxoniga fayz baraka bersin. Davlatimiz tinch bo'lsin. Davlatimiz tinch bo'lsa, bizlar ham tinch xotirjam bo'lamiz. Bolalarimiz sog' omon bo'lsin. Shularni baxt kamolini ko'raylik. Alloh hammani Baytullohga chaqirsin. Shu bormaganlar borsin 2026-yilda. Barchaga nasib qilsin. Allohim. Qizim